Turkistonda jadidchilik kitobi Adib Xolidning o'zbek tiliga tarjima qilingan ikkinchi asari sanaladi. Turkistonda jadidchilik kitobining muqovasidanoq o'ziga xos ramziy ifodalar boshlanadi va shunga monand kitobxonni o'zgacha kayfiyat qamrab oladi. Muqovadagi och qizil rang ma'rifatparvar jadidlarning qatag'on iskanjasida to'kilgan qoniga ishora qilsa, oq, qora va to'q qizil ranglardagi rumsimon milliy naqshlar jadidchilik harakatining mavhum, hali tadqiq etilmagan jihatlarini ifodalagandek bo'ladi. Go'yo tarixiy xotirasiz kelajak ham bo'lmasligini ta'kidlab turadi. Kitob sahifalari Jadid Abdurauf Fitratning 1908-yilda Buxoroda 2 nafar hammaslak do'sti bilan tushgan surati bilan boshlanadi. Bu orqali kitobni nashrga tayyorlovchilar 20-asr boshlaridagi jadidlarning qiyofasini kitobxonlar tasavvurida aniqroq gavdalantirishni maqsad qilgan bo'lsalar ajab emas. Kitobda jadidlarning davlat va huquq, konstitutsiya va davlat tuzilishi haqidagi qarashlari deyarli o'rganilmagani, mazkur yo'nalish muallif e'tiboridan chetda qolganini kitobning bir kamchiligi deyish mumkin bo'ladi. Kitobda biz bilmagan, eshitmagan jadidlarning nomlari keltirilgan hamda ularning hayoti va faoliyati haqida ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin. Xulosa qilib aytganda, Adib Xolidning Turkistonda jadidchilik kitobi jadidlar faoliyatiga deyarli tarix haqiqatining yangi qirralarini ko'rsatgani ham bilan ahamiyatlidir. Kitobda alifboli ko'rsatkich mavjud bo'lib, unda sizni qiziqtirgan jadid yoki atamalarni qaysi sahifalardan topish mumkinligi ko'rsatilgan. Shuningdek, muallif kitobni yozishda ishlatgan arxiv manbalar ham tanlangan bibliografiya qismida keltirilgan. Ushbu kitobni mutolaa qilish uchun sizni Yangiyo'l shahar axborot kutubxona markazida kutib qolamiz.